Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. Har doimgidek O'zbekiston va qit'amizda ro'y berayotgan eng qiziqarli futbol xabarlari bilan Osiyo futbol kanali o'z ishini boshlaydi. Avvalambor kanalimizga xush kelibsiz. Xabaringiz bor, bizning kanalimiz O'zbekiston va Osiyo qit'asida ro'y berayotgan barcha futbol xabarlarini birinchilardan bo'lib namoyish etib borishga harakat qiladi. Bugun ham qadrli futbol muxlislari asosiy mavzulardan biri milliy terma jamoamiz haqida gaplashamiz. Shunday ekan, ekran oldiga yaxshilab joylashib oling. Bugungi ma'lumotimiz, umuman bugungi futbolimiz haqidagi xabarlarimiz yo muzokaralarimiz biroz ko'payib ketishi mumkin. Agar siz qanaqadir muhim ishlar bilan band bo'lsangiz, qulog'ingizga albatta quloqchinlarni taqib olib, bizni shunchaki ko'rmasdan eshitishingiz ham mumkin. Agar televizorda bizni tomosha qilayotgan bo'lsangiz, televizorni ovozlarini yaxshilab sozlab oling, chunki bugun O'zbekiston milliy terma jamoasining eng muhim o'yinlaridan biri haqida gaplashamiz. Ha, qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston tarix zarvaraqlariga 2025-yil 5-iyun sanasi oltin harflar bilan yoziladigan kunlarga tobora yaqinlashmoqdamiz. Chunki O'zbekiston milliy terma jamoasi 5-iyun sanasida Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi mehmoni bo'ladi. Xo'sh, bu o'yin biz uchun nimaga muhim? Hali oldinda yana bundan tashqari bitta o'yin turibdi-ku deyishingiz mumkin. To'g'ri. Lekin Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasiga mag'lubiyatga uchramasak bo'ldi, biz Jahon chempionati 2026 chiptasini naqd etamiz. Tan olishimiz kerak, Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi ham anoyi jamoalardan emas. Ba'zi bir izohlarda o'qib qoldimki, agar O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligiga mag'lubiyatga uchragan taqdirda ham baribir Arab Amirliklari bizga yeta olmaydi degan fikrlar ham ilgari surildi. Ha, siz to'g'ri aytdingiz, chunki hozirda Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasida bor-yo'g'i 13 ochko mavjud. O'zbekistonda esa o'z-o'zidan 17 ochko. Agar mabodo ko'rsatmasini O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligiga imkoniyatni boy bersa, arablarning ochkosi yana o'z-o'zidan 16 ochkoga yetadi. Shunda ham O'zbekistonga yeta olmaydi. Lekin bu degani O'zbekiston milliy terma jamoasi 2026-yilgi Jahon chempionati yo'llanmasini aslo qo'lga kirita olmasligini tasdiqlashi mumkin. Nima uchun? Xabaringiz bor, 5-iyun kuni Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasiga agar biz Xudo ko'rsatmasin mag'lubiyatga uchrab qo'yadigan bo'lsak, oradan 5 kundan so'ng biz Toshkentda Qatar termasini qabul qilamiz. Ha, aytishingiz mumkin, Qatar termasi bilan ham biz agar durang natija qayd etsak, baribir mundialga chiqamiz deyishingiz mumkin. Shunda ham Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi bizga yeta olmaydi. Lekin Qatar ham 3-saralash bosqichi, hech bo'lmasa 3 yoki 4-o'rin bilan eng muhim saralash bosqichigacha harakat qiladi. Xuddi qo'shnilarimiz Qirg'iziston terma jamoasi singari. Xo'sh, Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasiga mag'lub bo'lish uchun emas, avvalambor g'alaba qozonish uchun borish kerak. Ayrim futbol muxlislariga bu mening javobim. Yana bir manbalarda yozilishicha, O'zbekiston milliy terma jamoasi Jahon chempionatiga allaqachon chiqib bo'ldi deyishmoqda. Ha, bu ham to'g'ri. Allaqachon O'zbekiston milliy terma jamoasi mundial yo'llanmasini qo'lga kiritib bo'ldi. Erondan keyin albatta. Xabaringiz bor, Osiyo qit'asida kunchiqar mamlakat Yaponiya va Eron termalari allaqachon Jahon chempionati Meksika, Kanada va AQSh mamlakatlarida o'tadigan mundial yo'llanmalarini qo'lga kiritishgan. Endi navbat keyingi terma jamoalarga. Xo'sh, 5-iyun sanasida Birlashgan Arab Amirligi O'zbekiston o'yinidan nimalarni kutmoqdasiz? Terma jamoamiz, ya'ni Timur Kapadze jamoasi g'alaba qozona oladimi? Ha, qadrli futbol muxlislari, mana shu o'yin barchamizni birdek qiziqtirmoqda, chunki hayajon juda ham katta. Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi biz bilan durang o'ynasa ham O'zbekistonni mundialga chiqishiga 100% yetarli bo'ladi. Lekin Arab Amirliklari ham, xabaringiz bor, so'nggi daqiqalarda Shimoliy Koreya darvozasiga 2-gol urib, uchqunni olovga aylantira oldi. Garchi Shimoliy Koreya terma jamoasini mag'lubiyatga uchratgan Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi bosh murabbiyi portugaliyalik Paulo Bintoga Birlashgan Arab Amirligi futbol federatsiyasi iste'fo berdi va ruminiyalik boshqa mutaxassisni hozircha bosh murabbiy etib ko'rsatdi. Xo'sh, 5-iyun sanasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Birlashgan Arab Amirligini mag'lub eta oladimi? Umuman o'yinlar statistikasiga to'xtaladigan bo'lsak, qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston va Birlashgan Arab Amirligi terma jamoalari 10 marta o'zaro ro'baro kelishgan. Osiyo kuboklari, Osiyo chempionatlari, umuman Osiyo qit'asida milliy terma jamoalar e'tiborida.
Shulardan 5tasida Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasining g'alabasi qayd etilgan. 3 ta g'alaba O'zbekiston terma jamoasida va 2 durang natija qayd etilgan. Umumiy hisobda, ya'ni 10 ta o'yin o'tkazilgan bo'lsa, 3 ta g'alabamiz, 2 ta durangimiz bor va 5 ta mag'lubiyatga uchraganmiz. Xo'sh, 5-iyun sanasida Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi qanday taslim etiladi? Ular Shimoliy Koreya terma jamoasini mag'lubiyatga uchratib, ochkolarni yaxshilab olishdi va ularda qaysidir jihatdan motivatsiya juda ham yaxshi. Demak, ular bemalol O'zbekistonni mag'lub etishga harakat qilishadi. Chunki devorlar ham o'z uyingda yordam beradi deb bekorga aytishmaydi. Xo'sh, endi Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi bilan durang o'ynasak ham nima bo'ladi? Durang o'ynasak ham biz mundial yo'llanmasini qo'lga kiritamiz. Eng asosiysi mag'lub bo'lmaslikka harakat qilishimiz kerak. Qadrli futbol muxlislari, keling tan olaylik, 2025-yil 5-iyun sanasi O'zbekiston tarixi uchun yangi sahifa ochiladi. Chunki hali biror marta mustaqillikka erishgandan buyon O'zbekiston milliy terma jamoasi, ya'ni vatan sharafi bilan maydonga tushadigan terma jamoamiz bu toifada, bu yoshlar toifasida, umuman milliy terma jamoa toifasida hali mundial yo'llanmasini qo'lga kiritmagan. Mustaqillikdan keyin albatta futbolimizni rivojlantirishga harakat qildik, lekin baribir kamchiliklar bo'ldi. Yoki bo'lmasa endi mundialga chiqamiz deganimizda hakamlarning o'ta qo'pol xatolari tufayli biz mundialdan quruq qolib ketdik. Eng qizig'i, hali o'yinga Birlashgan Arab Amirligi va O'zbekiston o'yiniga qaysi mamlakatdan hakamlar tayinlangani noma'lum. Yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish kerak. Alisher Nikumbayev o'zining Telegram sahifasida yozdiki, Birlashgan Arab Amirligi O'zbekiston o'yini Birlashgan Arab Amirligining qaysi shahrida, qaysi stadionda bo'lishi ham noma'lumligicha qolib ketmoqda. Onlayn chipta sotib oladigan albatta muxlislar bu savolni intiqlik bilan kutishmoqda javobini. Lekin hozircha rasman Osiyo futbol konfederatsiyasiga Birlashgan Arab Amirligi futbol federatsiyasi qaysi stadionda o'yin o'tkazish haqida to'liq ma'lumot bermagan. Bizga yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra 20-maydan so'ng Birlashgan Arab Amirligi va O'zbekiston terma jamoalari o'rtasidagi o'yin qaysi stadionda bo'lishi, soat nechida boshlanishi ham albatta barchasi oydinlashadi. Yana bir ma'lumot, qadrli futbol muxlislari, 5-iyun kuni Arafa, 6-iyun kuni Qurbon hayiti munosabati bilan ham ushbu o'yinlar vaqti vaqtliroq yoki kechroqqa surilishi mumkin. Lekin mana shunday taxminlar, mana shunday variantlar turibdi. Barchasi 20-may sanasidan so'ng aniq bo'ladi, oydinlashadi. Eng muhimi, qadrli futbol muxlislari, nima bo'lgan taqdirda ham biz Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasini mag'lubiyatga uchratishimiz kerak. Kamida durang natija qayd etib, Jahon chempionati 2026 yo'llanmasini naqd etish talab etiladi. Agar Xudo ko'rsatmasin Birlashgan Arab Amirligiga imkoniyatni boy bersak, 10-iyun kuni Qatar ham bizga osonlikcha mag'lub bo'ladigan jamoa emas. Qatar ham kamida bitta gol urib olguncha bor diqqat e'tiborni qaratadi Toshkentda va u yog'ini bilasiz, arabcha futbolni ular boshlashadi. Ya'ni bitta gol ularga yetarli, ular to 90 daqiqagacha arabcha futbolni qilib, vaqt cho'zib, har xil simulyatsiya ishlatishga harakat qilishadi. Chunki hamma terma jamoa ham Jahon chempionatiga chiqishni xohlaydi. Qatar terma jamoasi Jahon chempionatida ishtirok etdi 2022-yil. Shunda ham rasmiy mezbon sifatida. Endi ular 3 ta mamlakatda bo'ladigan mundialdan umid qilishmoqda. Xo'sh, qadrli futbol muxlislari, O'zbekiston terma jamoasi hali Jahon chempionatlarida ishtirok etmagan. Bo'lajak raqibimiz, ya'ni 5-iyunda o'ynaydigan Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi umuman olganda mustaqillikka erishgandan keyin Jahon chempionatida ishtirok etishganmi? Mana shunday savollar barchani birdek qiziqtiradi. Xabaringiz bor, Birlashgan Arab Amirligining mustaqil bo'lganiga 54 yil bo'ldi. O'zbekistonni mustaqil bo'lganiga 2025-yilni hisoblasak 34 yil bo'ldi. O'z-o'zidan 20 yoshga katta Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi mundialda atiga bir marotaba ishtirok etishgan. U ham 1990-yil Italiyada bo'lib o'tgan Jahon chempionatida Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi qatnashgan va yaqqol outsider sifatida musobaqani tark etgan. Demak, guruhlardagi raqiblari Germaniya, Yugoslaviya va Kolumbiya terma jamoalariga qarshi Birlashgan Arab Amirligining o'sha eski avlodi to'p surgan. Germaniyaga 5-1 hisobida imkoniyatni boy bergan Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi ikkinchi turda Yugoslaviyaga qarshi bahs olib boradi va 4-1 hisobda imkoniyatni boy beradi. Va qadrli futbol muxlislari, so'nggi turda ular Amerika qit'asidan tashrif buyurgan Kolumbiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushadi va ularga ham 0-2 hisobda imkoniyatni boy berishadi. Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi tarixida bu biroz sharmandali holat bo'lishi mumkin. Uchala o'yinda ham mag'lubiyat, yaqqol outsider va
darvozalardan ko'p to'p o'tkazib yuborgandi. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham ular tarixga kirishdi jahon chempionatida ishtirok etgan terma jamoa sifatida. Katta tanaffusdan so'ng yana Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi jahon chempionatiga chiqishga harakat qilib ko'radi. O'zbekiston terma jamoasi esa hali biror marta bunday mundialda ishtirok etmagan. Yangi FIFA prezidenti Gianni Infantinoning tashabbusi bilan albatta jamoalar soni 48 taga yetkazildi. Oldin bilsangiz Osiyoga bor yo'g'i 4,5 ta kvota berilardi. Hozir esa deyarli 8 ta imkoniyat berilmoqda. 8 ta terma jamoa mundial yo'llanmasini qo'lga kiritishga juda yaqin keladi va osonroq nisbatan. Demak, qadrli futbol muxlislari, 5-iyun sanasida hayot va mamot bizni kamida durang natija mundialga olib chiqadi. Ha, qadrli futbol muxlislari, nimaga doim durang haqida gapirasan deydigan futbol muxlislariga aytmoqchiman. Eron va O'zbekiston o'yinini mag'lubiyatdan ko'ra durang ham yaxshi deb aytib o'tgandik. Ha, meni ba'zi bir futbol muxlislari tanqid ham qilishdi va yakunda durang o'ynab ham ochkolarimiz sonini yaxshiga yetkazib oldik. To'g'ri, g'alaba ham yaxshi, lekin mag'lubiyatdan ko'ra durang o'ynash ham har holda 1 ochko bizni mundialga olib chiqadi. Garchi bu muhim o'yin bo'lishidan qat'iy nazar. Shunday ekan, qadrli futbol muxlislari, voqealar rivojini kuzatamiz, eslatib o'tamiz. 2025-yil 5-iyun sanasida Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi jahon chempionati 9-tur, ya'ni 9-raundida O'zbekiston termasini qabul qiladi. O'sha kuni boshqa bo'ladigan o'yinlarga ham e'tibor qaratadigan bo'lsak, Qatar terma jamoasi muddatidan avval mundial yo'llanmasini qo'lga kiritgan Eron termasini o'z uyida Dohada qabul qilsa, Shimoliy Koreya terma jamoasi Qirg'iziston bilan bahs olib boradi. Darvoqe qo'shnlarimiz Qirg'iziston terma jamoasini ham Qatarni mag'lubiyatga uchratganlari uchun o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va Qirg'iziston terma jamoasini tabriklaymiz. Umid qilamiz, ular keyingi turda ham albatta Shimoliy Koreyani ham mag'lubiyatga uchratib, yanada o'zlari uchun mundialga chiqish uchun eshiklarini ochishadi. Qadrli futbol muxlislari, eng qiziqarli, eng muhim kun bu 5-iyun. Keling, barchasini 5-iyunda hal qilaylik. 5-iyun kuni bayram qilishni boshlaylik, mundialga chiqaylik. 10-iyun sanasida Qatar terma jamoasiga o'z uyimizda 7 ta 8 ta gol urib, yanada bayramni ko'tarinki ruhda nishonlaymiz. Demak, qadrli futbol muxlislari, o'zaro o'yinlar statistikasini aytib o'tdik. Birlashgan Arab Amirligi terma jamoasi ustunlik bor, O'zbekistonda esa albatta bor yo'g'i 3 ta g'alaba bor. Umid qilamiz, kamida g'alaba yoki durang bilan O'zbekiston milliy terma jamoasi Temur Kapadze shogirdlari mundial yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Bu borada vakillarimizga omad tilaymiz. Darvoqe, qadrli futbol muxlislari, albatta milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashda davom etishingizni xohlab qolamiz. Biz ishonamiz, albatta nasib etsa O'zbekiston milliy terma jamoasi mundial yo'llanmasini qo'lga kiritadi. Darvoqe, bizni Telegram kanallarimizga ham albatta Osiyo futboli deb yozsangiz Telegram guruhimiz bor. U yerga ham obuna bo'lsangiz, barcha xabarlarni joylab boramiz, yozma va video ko'rinishda bizni qolgan xabarlarimizni, balki YouTube'ga joylay olmayotgan golli vaziyatlarimizni ham Telegram kanalimizda ko'rib borishingiz mumkin. Qadrli futbol muxlislari, shoshilinch xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta Osiyo futboliga obuna bo'lib qo'ying. Bugungi xabarlar ozgina bo'lsa ham sizga manzur bo'ldi deb o'ylaymiz. Biz sizdan ortiqcha mablag' so'ramaymiz. Shunchaki like tugmachasini bosib, O'zbekiston milliy terma jamoasini g'alaba qozonishini tilab duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Bizni mehnatimiz uchun like tugmachasini bosing. Agar sizga O'zbekiston va Osiyo futbol xabarlari qiziq bo'lsa, kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Bundan-da qiziqarli futbol xabarlarini Osiyo futbol kanalida birinchilardan bo'lib eshitasiz. O'zingizni ehtiyot qiling. G'alabali kunlarda diydor ko'rishish barchamizga nasib etsin. Omad siz va bizni aslo tark etmasin. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. O'zingizni ehtiyot qiling. Salomat bo'ling.